Koreyaga borsin, Amerikaga borsin, Izraelga borsin. Ishlasin bo'ldi. U ishlaydi, to'y qiladi, ma'raka qiladi, tamom tobutda keladi. Jismoniy mardikor bo'lishga majbur. Qachon o'qimasak shunaqa bo'laveramiz. O'qiylik, o'qitaylik farzandlarimizni. Bu qasrlar, bu to'ylar, ma'rakalar bular bugun bor, ertaga yo'q bular. Lekin ilm bor, kashfiyot bor, taraqqiyot bor. Mana shu yaqin orada chiqqan Amerikaning eng katta bombasi misrlik olimning nomiga qo'yildi. Chunki 103 ga kirgan misrlik eng katta atomli bombani yasaydigan odam professor misrlik. Misrda yurganimizda biz bir ustozni agar taomga taklif qilsak, ular aytadilarki, taom yeyilishi qancha ketadi deb so'raydilar. Bizga o'xshab taom yegandan keyin 2 soat choy ichib, suhbat qilib o'tirmaydilar bunaqa. Yo'q, taom yeydilar, menga javob deydilar, boshqaga chiqib ketadilar. Qur'oni Karim insonni nafaqat o'zini, butun nasl nasabini ulug'laydi. Muborak bellaridan bir uzum o'sib chiqadi. Bir uzum o'sib chiqib, uzum hosil qiladi, odamlar talab ketadi. Yana uzum hosil qiladi, odamlar talab keladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kechalari bilan ibodat qilib, hatto oyoqlari, tovunlari shishib ketar edi, tizzalari shishib ketar edi deganlar. Shu shart bilan qamoqda qori bo'lgan Abdul Bosit, Abdus Somad butun yer yuzida mashhur qoriga aylanib ketdilar. O'shaning uchun Alloh taolo bir bandasiga ilm beraman desa, uni fazilatli qilaman desa, kerak bo'lsa qamoqda ham uni fazilat qilib chiqaradi. 40 yil bo'ldi Qur'oni Karimni ochmaganimga degan ekanlar. 40 yildan beri men yoddan eshitaman, yoddan xatolarni tuzataman deganlar. Qur'oni Karimda nechta G'afurur Rahim, nechta Sami'un Alim, nechta G'afurun Halim hammasini bilaman degan ekanlar. Yahudiylar 2000 ta Qur'on chiqaradi. 2000 ta Qur'onni ichida ayrim oyatlarni olib tashlab, xalqni orasiga, musulmonlarga bepul tarqatadi. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin. Val aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin. Sayyidina wa nabiyyina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسننا يفقه أقوالنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله تعالى حمد وسنة ولرئتمس. رسول أكرم صلى الله عليه وسلم درود وصلوات لرئتمس. برچمزن الله تعالى solih amallarimizni bardavom aylab, riyodan, har xil xo'jam ko'rsinlikdan, shuhratparastlikdan Alloh o'z panohida asrasin. Bugungi ma'ruzamiz muborak oyning oxirgi dahsini g'animat bilaylik degan bir go'zal mavzu asosida bo'lar ekan. Vaqtning xususiyatlaridan biri juda tez o'tishidir. Ana Ramazon oyining g'animat kunlari ham juda tez o'tmoqda. Birinchi va ikkinchi 10 kunlik ham o'tdi. Ramazondan faqat 3-10 kunlik qoldi xolos. Ulamolarimiz Ramazon oylar ichida eng yaxshisi ekaniga ittifoq qilganlari kabi, oxirgi 10 kunlik ham Ramazondagi eng fazilatli kunlar ekaniga ittifoq qilganlar. Oxirgi 10 kunlikdagi eng afzal kecha Laylatul Qadr kechasidir. Demak, Ramazon oyining oxirida ibodatlarni yanada ixlos, g'ayrat, zavq va shavq bilan amalga oshirish, amallarimizni barakasi mana shu oxirgi 10 kunlikda yashirilganligini umid qilamiz. Chunki amallar oxiriga qarab hisoblanadi. Alloh taolo oxirgi 10 kunlikni o'ziga xos fazilat va lutfi ehsoni bilan sharafli qilganki, bunga boshqa kun va oylarda yetishishning iloji yo'qdir.
Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ham boshqa oylarda qilmagan ba'zi amallarni shu oyda qilar edilar. Ulardan bittasi amallarga jiddu jahd bilan kirishish. Sahobalar radhiyallohu anhumlar Ramazonga yetishda 6 oy avvaldan so'rab boshlashar edilar. Ramazonga salomat yetgach qadrga yetishni so'rar edilar. Alloh taoloning marhamati bilan qadriga salomat yetib keldik. Sahobalar orzu qilgan muborak vaqt bizga ham nasib bo'lib turibdi. Keling vaqtlarning g'animat bilaylik. Oysha onamiz radhiyallohu anhumning aytgan so'zlari kim? Kana Rasululloh sallallohu alayhi va sallam yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi g'ayri. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam oxirgi 10 kunlikda boshqa paytda ko'rsatmagan jiddu jahdlarni ko'rsatar edilar. Imom Muslim rivoyat. Demak, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam doim ibodatli zot edilar. Lekin Ramazon oyida bundan ham ibodatliroq bo'lib ketar edilar. Hatto oxirgi kunligida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ko'p bellarni bog'lab, hatto ahli ayollarni, oilalarni uyg'otib ibodat qilinglar deb va sahobalarni shu narsaga targ'ib qilar edilar. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi va sallam barchamiz bilamizki, bir oy Ramazonda Jabroil alayhisalomga Qur'onni to'liq o'qib berar edilar. Oxirgi vafot etgan yillari esa 2 marta o'qib berganlar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qilmagan ihsonlarni Ramazon oyida qilar edilar. Buning Ramazon oyining har bir lahzasi boshqa oylarga beriladigan o'sha ajru savoblar ko'pligidan dalolat qilganligi uchun shu narsani qilar edilar. Oysha onamiz radhiyallohu anha Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni sifatlab aytadilarki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kechalari bilan ibodat qilib, hatto oyoqlari, tovunlari shishib ketar edi, tizzalari shishib ketar edi deganlar. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga savol berdim, "Ya Rasululloh, Alloh taolo sizni oldingi va keyingi barcha gunohlaringizni mag'firat qilgan bo'lsa, o'zingizni nima uchun qiynaysiz?" deganda, u kishi aytdilarki, "Oysha, afala akunu abdan shakura." Men shokir bandalardan bo'lmayinmi? deyaptilar. Shokir bandalardan bo'lmayinmi deb Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qalilan ma tashkurun degan oyatni o'zlariga go'yoki o'zlari menga aytilgan degan ma'noda tushunyaptilar. Qalilan ma tashkurun, sizlar oz shukr qilasizlar, shukrlaringiz oz degani. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mutaqaddim, mutaaxir barcha gunohlari poklangan zot, qalilan ma tashkurun, kecha-yu kunduz ibodatda bo'lib turib, Alloh bilan qalblari doimo uyg'oq holatda bo'lgan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunday ijtihod qilsalar, biz sizgacha. Demak, biz ham Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga taqlid qilib, u zotga ergashib, baqadri imkon ibodat qilishimiz kerak ekan. Chunki keyingi Ramazonlarga kim bor, kim yo'q, Allohu a'lam. Allohning o'zi biladi. Chunki qachonki ajal kelgan vaqtda hech qachon 1 soat oldin ham 1 soat keyin ham qolib ketmaydi. Fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'a va la yastaqdimun. Qachonki bani odamni vaqti muddati kelsa, ajali kelsa, 1 soat degani bu yerda 1 lahza. 1 lahza ham oldin keyin ketish yo'q. O'sha davr, o'sha zohir o'zida jon taslim qiladi. Demak, shuning uchun keyingi Ramazonlarga biz bormizmi, yo'qmizmi, vallohu a'lam, lekin nima bo'lsa ham har bir aytilgan vaqt, kelgan vaqt bu g'animatdir. O'shaning uchun Laylatul Qadri khayrun min alfi shahrdan murod. Demak, 1000 oydan mana shu kecha afzal degani faqat bu 27-kecha emas. Laylatul Qadr kechasini oxirgi dahaning tog' kunlaridan izlanglar deganlar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam.
O'shaning uchun 21 dan boshlanadi. 21, 23, 25, 27, 29 mana bular Laylatul Qadr kechasi deganlar. Lekin buyuk mujtahid ulamolarimiz, jumladan Imom Abu Hanifa rahimahulloh, Laylatul Qadr kechasi bu bir oy deganlar. Bir oy Ramazon biz siz uchun Laylatul Qadr kechasi deganlar. O'zi aslida Laylatul Qadr degani qadrli kecha degani. Qadrli kecha har bir lahzalari bir necha ming barobar afzal degan ma'nodagi kecha. Boshqa oylar boshqa kechalariga nisbatan. O'shaning uchun va ma adraka ma laylatul qadr, laylatul qadri khayrun min alf shahr. Ey Muhammad sollallohu alayhi vasallam, Laylatul Qadr haqida sizga nima bildirdi? Laylatul Qadr qadrini bilasizmi siz? Laylatul Qadr khayrun min alf shahr. Laylatul Qadr kechasi bu 1000 oydan afzal bo'lgan kecha. O'shaning uchun kecha ham Laylatul Qadr kechasi edi. Bugun emas, ertasi kun ham Laylatul Qadr kechasi. Tog' kunlar Laylatul Qadr kechasi. Bu qadr kechalarida har bir qilingan ibodat 1000 oydan afzal. O'shaning uchun ko'p ulamolarimiz bu oyni Qur'on oyi deganlar. Ko'p ulamolarimiz mana shu Ramazon oyida faqat Qur'on bilan mashg'ul bo'lganlar. Chunki Imom Ahmad ibn Hanbal rahimahulloh Alloh azza va jallani tushlarida ko'rganda 3 marta tushlarda ko'rgan ekanlar. Shunda Imom Ahmad ibn Hanbal rahimahulloh aytgan ekanlarki, yana bir marta Allohni ko'rsam, men albatta o'ziga yaqinlashtiradigan amalni so'rayman deganlar. Ana shunda yana bir marta tush ko'rganda Imom Ahmad ibn Hanbal aytgan ekanlarki, yo azza va jall, senga yaqinlashtiradigan amal nima deganda, ey Ahmad, menga yaqinlashmoqchi bo'lsang Qur'on o'qi dedilar deydi. Demak, Allohga yaqinlashtiradigan narsa bu Qur'oni Karim. Siz agar Alloh azza va jalla bilan gaplashaman desangiz, Qur'on o'qing. Allohning kalomini o'qigan bo'lasiz. Rasulullohning suhbatlarida bo'laman desangiz, hadisi sharif o'qing. Ulamolar bilan suhbat qilaman desangiz, ular yozgan kitoblarni o'qing. Ana shunda siz ular bilan suhbat qilgan bo'lasiz. Abdurrazzoq ibn Hammam as-San'ani borlar. Alloh rahmat qilsin, buyuk muhaddislardan 211-hijriy sanada vafot qilganlar Yamanda. Bu kishi hatto umrlarining oxirida kuchlari yetmasa farzandlariga aytar ekanki, meni tika turg'izib qo'yinglar. Namozga tika turg'izib qo'yinglar. Tika turg'izib qo'ysalar, bir rakatda ham Baqara surasini ham Imron surasini zamsura qilib, undan keyin ruku qilar ekanlar. Hozir biz o'qiyotgan bu kechada bir pora o'qiyapmiz. Bir pora degani bu 10 varaq Qur'on. U kishi zamsura qilgan bir rakat 40 varaq Qur'on degan. Bir rakat. O'sha vaqtdagi o'rtoqlari so'ragan ekan, "Ey Abdurrazzoq, kechalari biror nima qilyapsizmi?" deganda, "Bir rakatda Baqara bilan Imronni zamsura qilib turibman" desa, "Unda xayrdasan" degan ekanlar. Buni qarang. Ulamolarimiz bir-birlariga mana shunday savollar berganlar. Imom Buxoriy rahimahulloh Ramazon kirishi bilan har rakatda 20 oyat zamsura qilar ekanlar. Lekin 20 oyat zamsura qilib turib, bir oyda 60 marta xatm qilar ekanlar. Vaqtni barakasini qarang. Biz hali xatmni boshlaganmiz, dushanba kuni Xudo xolisa tugatamiz. Bitta xatm. Masjidda endi. Lekin u ulamolarimiz mana shunday Qur'on oyi deb kecha-yu kunduz Qur'on o'qiganlar. Misr Arab Respublikasida olimlardan bittalari bor, Ali Juma hazratlari. Shu kishi aytadilar. Bir kun masjidga kirsam deydilar, bir katta qori ustozimiz o'tiribdilar deydilar. Atroflarda 5 ta 6 ta qori u kishiga
Qur'on o'qib beryapti, bu kishi hammalarini bir lahzani ichida eshityaptilar deydilar. Birdaniga 5 ta 6 ta qorini eshityaptilar. Ana shunda men hayron qolib, ustoz, bular hammasi vag'ar qilib o'qiyapti, lekin siz qanaqasida bularni ajratyapsiz, xatolarni topyapsiz deganda, ey Ali, bundan ajablanyapsanmi? 40 yil bo'ldi Qur'oni Karimni ochmaganimga degan ekanlar. 40 yildan beri men yoddan eshitaman, yoddan xatolarni tuzataman deganlar. Qur'oni Karimda nechta G'afurur Rahim, nechta Sami'un Alim, nechta G'afurun Halim hammasini bilaman degan ekanlar. Qarang, Qur'oni Karimdagi har bir kalimalarni ular e'tibor berib chiqqanlar va sanab chiqqanlar. O'shaning uchun Umaviylar davrida, Abdulmalik ibn Marvon davrida uning bosh qo'mondoni bo'lgan Hajjoj ibn Yusuf as-Saqafi 95-hijriy sanada vafot qilgan. O'zi zolim bo'lsa ham Qur'oni Karimni sura-i Fotihada yod bilgan. Qur'oni Karimni sura-i Fotihada yod bilgan. Biz o'qiyotgan Qur'oni Karimga zeru zabarni, ya'ni fatha, domma, kasrani qo'ygan odam ana shu odam. Lekin bitta qilig'i bor, 3000 ta sahobani qilichdan o'tkazgan. O'zi zolim bo'lsa ham Qur'onga muhabbati shu darajada kuchli bo'lgan. Agar bir odamni jinoyat bilan tutsa, agar u o'sha jinoyatchi agar qori bo'lib qolsa, oldiga Qur'onni berib har bir harflarni sanattirar ekan. Qur'onni berar ekan, mana Qur'oni Fotiha surasidan Nos surasigacha nechta fatha bor, nechta ba bor, nechta yo, nechta qof bor, shuni sanab chiqasan. Mana shu narsalar bilan bu yurar ekan. Biz bilgan Abdulbosit Abdussamad bor. Buyuk qorilardan. Misr, Arab, o'zi butun islom olamida keng. Alloh rahmat qilsin. Mana shu kishi ham Qohirani o'zidan emas, Janubroqdan. Lekin Qohiraga ishlash maqsadida kelgan, taksichilik qilib yurgan odam bir odamni bolasini mashina bilan turtib o'ldirib qo'yadilar. O'ldirib qo'ygandan keyin buni qarangki, ota-onasi endi u qonun bo'yicha qamaladi. Qamalganlardan keyin ota-onalari shart qo'ygan ekanki, agar shu odam qamoqda qori bo'lsa, uni kechiring. Shu qoriligi mana o'g'limga vasila bo'lsin, duosi yetib borsin deb shart qo'ygan ekanlar. Shu shart bilan qamoqda qori bo'lgan Abdulbosit Abdussamad butun yer yuzida mashhur qoriga aylanib ketdilar. O'shaning uchun Alloh taolo bir bandasiga ilm beraman desa, uni fazilatli qilaman desa, kerak bo'lsa qamoqda ham uni fazilat qilib chiqaradi. Xuddi Yusuf alayhisalomni qilganlaridek. Yoki Mahmud Halil Husayri rahimahulloh borlar. Bular Abdulbosit Abdussamad, Mahmud Halil Husayri rahimahullohlar, bular barchalari bir zamonda yashaganlar. Mahmud Halil Husayri rahimahulloh 3 yoshda bo'lgan vaqtlarida otalari Halil bobo tush ko'radilar. Tushlarida muborak bellaridan bir uzum o'sib chiqadi. Bir uzum o'sib chiqib, uzum hosil qiladi, odamlar talab ketadi. Yana uzum hosil qiladi, odamlar talab keladi. Ana shunda buni taqdirini, buni ta'vilini bir islom olimidan borib so'ragan ekanlarki, men shunaqa tush ko'ryapman degan ekan. Shunda aytgan ekanki, u kishi, sizni o'g'lingiz bormi? Ha, o'g'lim bor. O'sha vaqtda bu Mahmud Halil 3 yoshda bo'lgan ekanlar. Mana shuni Azharga o'qishga kirgizing degan ekanlar. Mana shu bilan bu kishi o'qishga kirgizilib, butun mashhur qoriga aylangan. Chunki o'sha 47-yildan oldin Yahudiylar
2000 ta Qur'on chiqaradi. 2000 ta Qur'onni ichida ayrim oyatlarni olib tashlab, xalqni orasiga, musulmonlarga bepul tarqatadi. Buni ko'rgan islom olami bu nusxani e'lon qiladiki, bu nusxa kimda bo'lsa shuni yoqib tashlanglar. Bu ba'zi oyatlar olib tashlangan deydi. Ana shu vaqtda butun ulamolar tanlangan zot Mahmud Halil Husari rahimahulloh Falastinga borib, butun ulamolar kengashida Qur'oni Karimdagi sahih oyatlar, mana bu tashlangan oyatlarni hammasini hujjatlashtirib keltirib beradilar. Ana shunda o'sha vaqtdagi Misr hukumati bu kishini tanlab aytadilarki, siz endi Qur'onni tasjil qiling, ya'ni kasetalarga zapis qiling. Mana shu bilan bu kishini butun umrlarining yarmidan ko'pi faqat boyagi studiyada o'tgan ekan. Arablarda izaa deyiladi. Kim uylariga kelsa, falonchi bor izaada. Laqablari izaa bo'lib qolgan ekan. Hozirgi kunda qarasangiz butun internetda butun qiroatlarni to'plami eng ko'pi shu kishida bor. Qiroat ko'p, sug'ro kubrolar, 10 ta qiroat, ularning vajhlari juda ko'p. Lekin shuni hammasi bo'lmasa ham, lekin ko'p vajhlar Mahmud Halil Husariyda borlar. Bizni shayximiz Shayx Samih Abdulloh Mutavalli aytadilar. Men Shariqaga bordim. Emiratdagi Sharja degan shahar bor. Uni Shariqa deydi. O'sha Shariqaga borsam deydilar, bir katta Qur'on markazi bor ekan. O'sha Qur'on markazida har biri qiroatga bitta Qur'on alohida nusxa qilayotgan ekan. U nusxa 260 nusxaga chiqar ekan. Butun qiroatlarning vajhlari. Shuning mas'uli, katta mas'uli deydilar, meni talabam ekanligini bilmas edim deydilar. Chunki uning mudiri chiqib kutib olib, "Hazrat, men sizni talabayizman, men Azharda o'qiganman, Misrlikman" degan ekan. Ana shunda deydilar, ana shu katta bir markazda muzeyi bor ekan ichida. Ana shu muzeyning ichida bir xona alohida Mahmud Halil Husariyning uylari deb, butun Mahmud Halil Husariyga tobe bo'lgan, hatto kofe ichadigan bakallarni ham, hassolarni ham, bu nazzora achkilarni ham hammasini mana shu Misrdan topib olib borib o'sha muzeyga qo'yilgan ekan. Abdul Bosit Abdussamad bilan Mahmud Halil Husariyni alohida bir hujrada u kishiniga nima tobe bo'lsa, hatto yaktaklari, sallalarini olib borib qo'ygan ekanki, o'sha joyda mana bu kishilar Qur'onning butun gultojlari deb ibrat sifatida shu kishilarni nima qilgan ekan, o'sha joyda qo'ygan ekan. O'shaning uchun buni qarangki, mana shunaqa Qur'oni Karim insonni nafaqat o'zini, butun nasl nasabini ulug'laydi. Chunki Qof val Qur'anil Majid. Val Qur'anil Majid deb Alloh taolo Qof surasi bilan, Qof harfi bilan boshlab Qur'anil Majid deb qasam ichib aytayaptiki, ulug' Qur'on bilan qasam ichib aytaman. Al-Majid ulug', lekin buni ta'vilini mufassirlar aytadilarki, Qur'oni Karim bilan Alloh taolo ulug'likni qasam ichyaptimi? Qur'oni Karimni yodlagan har bir insonni Alloh taolo ulug'laydi deydilar. Buni tajriba ko'rsatgan deydilar. Undan keyingi Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni qilgan amallari bu vaqtni g'animat bilganlari. Vaqtning qadriga yetish har doim ham zarur. Lekin Ramazon oyining oxirgi 10 kunligida vaqtdan unumli foydalanishga yanada e'tiborli bo'lishimiz kerak. Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu aytadilar: "Ma nadimtu ala shay'in nadami ala yawmin gharabat fihi shamsuhu naqasa fihi ajali wa lam yazdad fihi amali." Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu aytgan ekanlarki, quyosh botib kunim o'tib,
menga berilgan muhlat qisqarib, unda amalim ziyoda bo'lmaganiga achinganim kabi boshqa narsaga achinmadim deydilar. Ulamolar, jumladan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, undan keyingi sahobalar, undan keyin tobiinlar, tobiinlar hozirgi kungacha ulamolarning har bir lahzalari, vaqtlari g'animat. Ular vaqtlarini bizu sizdan juda ham qizg'anadilar. Shuning uchun biz mana Misrda yuramiz. Misrda yurganimizda biz bir ustozni agar taomga taklif qilsak, ular aytadilarki, taom yeyilishi qancha ketadi deb so'raydilar. Bizga o'xshab taom yegandan keyin 2 soat choy ichib, suhbat qilib o'tirmaydilar bunaqa. Yo'q, taom yeydilar, menga javob deydilar, boshqa chiqib ketadilar. Ya'ni ular vaqtlarni mana shu darajada qadrlaydilar va fursat biladilar. O'shaning uchun ulamolarning tarixlaridan ko'rsak, yosh o'tgan ulamolar yozgan kitoblarni agar har bir varaqini yoki uni lahzasiga, umrlarining lahzasiga tashab chiqsangiz yetmaydi. Shu darajada ko'p yozganki, hayron qolasiz. Shu darajada ko'p yozganki, hayron qolasiz. Ibn Mulaqqinni 200 dan ortiq kitob yozgan. Ibn Hajar Asqaloniy shu darajada ko'p kitob yozganlarki, u kishining umrlarini agar taqsimlab chiqsangiz yetmaydi. U qanaqa yozgan deysiz. Mana shu umrni barakasi bo'ladi. Lekin bir odam 100 ga kirgan, 120 ga kirgan, hayotda biron ish qilmagan. Undaqa umrni nima keragi bor? Mana bu umrning bebarakasi mana shunaqa. Biz aytamiz, kecha bor edi, bugun yo'q edi. Kecha yosh edim, bugun katta bo'lib qoldim. Kecha yosh edim, bugun qarib qoldim deymiz. Lekin kecha yosh edim, bugun nima qildim degan narsa yo'q. Shu vaqtgacha nima ish qildim degan narsa yo'q. O'shaning uchun ibodatmi ibodat, ilmmi ilm. Xo'p, ilmiy ishmi ilmiy ish. Nima bo'lsa ham hayotda inson o'ziga va oxirat kuniga, bu hayoti dunyoda, ikki dunyoda saodatmand bo'ladigan, unga manfaat beradigan bir narsa qilish kerak ekan. O'shaning uchun islom olamida butun olimlar yozgan kitoblar 8 million mavzuga yetgan ekan. Biron din, tuzum, tushuncha, g'oyada buncha ko'p mavzu yo'q. 8 million mavzuga yetgan ekan. Ko'ryapsizlarmi? 8 million mavzu degani bu juda katta mavzu. Biron mavzu yo'qki, islom olamidagi olimlar bunga til tekkizmagan bo'lsalar. Hammasini ochib tashlagan. Xoh diniy deysiz, xoh dunyoviy deysiz. Hamma mavzuda bor. Hatto hozirgi zamonamizda taraqqiyotlardagi eng katta olimlarni tarixini ko'rsangiz, borib islom tarbiyalab chiqqan odam bo'lib chiqadi. Nimaga hozir yo'q? Chunki hozirgi kunda hamma shu xayoli faqat pul bo'lib qoldi. Pul bo'lib qoldi. Kecha-yu kunduz ishlaymiz, oxiri tobutda kelib yotibdi. Chetlarda. Mana shu Misr arabni tajribasidan sizlarga gapirsam, mana shular bir vaqtlar 60-70-yillar ilmga urg'u bergan, butun kuchlarini ilmga bergan. Dunyoviy diniy shu darajada berganki, iqtisod yetishmaganligi uchun ular o'zlari ko'zlagan maqsadga yetisha olmagan. Lekin hozirgi kundagi dunyodagi eng katta sohalarni mudiri, vakili misrlik bo'lib chiqyapti. Dunyoda eng katta atomli bomba yasaydigan odamni nomida qo'yilgan mana shu yaqin orada chiqqan Amerikaning eng katta bombasi misrlik olimning nomiga qo'yildi. Chunki 103 ga kirgan misrlik. Eng katta atomli bombani yasaydigan odam professor misrlik. Bir vaqtlar ular
53-54 yillar Amerika universitetlarini bitirib Misrga qaytganda o'sha vaqtda Jamoliddin Abdunnosir degan prezident bo'lgan. Jamoliddin Abdunnosirning shunaqa qilig'i bor ekanki, qo'l qo'ysa, ishga qabul qilib, qo'lning ranglari har xil ekan. Qizil, yashil, qora shunaqa. Bu kishiga yashil qo'ygan ekan bunaqa. Ishga kirsin. Bu ko'rgan, menga mana prezident qo'l qo'ydi, men ishga kiraman desa, bu yashilga qo'ydi degani bir past joyga qo'yinglar degan ekan. Buni boyagi mas'ullar bilar ekan. U kishini bir suv ta'minot nimasida oddiy bir hisobchimi bir nima qilib qo'ygan ekan. 2 yil ishlagan, ishlolmagan tashlab Amerikaga qarab ketgan. Amerika uni olib tarbiyalab, ishlatib, hozirgi kunda mana, hozir tirik u odam. 103 ga kirgan. Eng katta, oxirgi eng zamonaviysini shu odamning o'zini nomiga qo'yildi. Ko'ryapsizlarmi? Butun arab davlatdagi hozir 25 ta arab davlati bo'lsa, shuni hamma injeneri deysizmi, islom olimi deysizmi, professor deysizmi, tibbiyot deysizmi, hammasi misrlik. Hech bo'lmasa boshqa joyga ish topiladi. Ilm xor bo'lmaydi hech qachon. Ilm hech qachon xor bo'lmaydi. Hatto men katta o'g'lim bir kasal bo'lganda, Toshkentda yotganda 2012-yillar bir katta bizni o'sha professor qayerda o'qiysiz, nima qilib so'raganda, men Misrda o'qiyman deganimda shu odam aytdiki, Misrda Mansura degan bir shahar bor ekan dedi. Ha, bor dedi. O'sha Mansura shahrida dedi, bir professorni dedi, men ko'rib qoldim. Mansuradan ekan, bu Leningradda bir katta o'qish bo'ldi 1 oylik. Ana shu o'qishda men uchratib qolib, butun o'sha sohadagi, o'sha tibbiyot sohasidagi vakillar yig'ilganda deydilar, o'sha odamni ko'rdim men deydilar. Butun yer yuzidagi professorlar o'sha jarrohlik amaliyotini 2 ta, 3 ta joy borsa 4 ta turini bilar ekan. Bu onkologik hozirgi kundagi eng nima? Bu odam 13 ta turini bilar ekan. 13 ta turini. 1 oy shu yerda o'qishda dedi, 100 dan ortiq odamni jarrohiyat amaliyotini qildi. Men barchamiz guvoh bo'ldik u odamga. Bunaqa odam yer yuzida yo'q deyapti. Mana bu ixtiro, mana bu. Mana bu haqiqiy ixtiro. Lekin bizni ota-bobolarimizdan ham mana shunaqa olimlar chiqqan vaqtida. Hozir nimaga chiqmayapti? Chunki u bolalarni tarbiya qilayotgan ota-onalar shu xayoli faqat pul. Shu xayoli faqat Koreyaga borsin, Amerikaga borsin, Izraelga borsin. Ishlasin bo'ldi. U ishlaydi, to'y qiladi, maraka qiladi, tamom tobutda keladi. Hayotning mazmuni bormi, yo'qmi? Yo'q, hech qanaqa mazmun. Lekin oldingi ummat, ular 1000 yillab rejalarni tuzgan. 1000 yillab. Undan keyin avlodga, undan keyin xalqqa xizmat qilsin degan ma'no bo'lgan. Bizda mana shu narsalar yo'qolib boryapti. Farzandlarimizni o'qitaylik, yaxshi ilm beraylik, yaxshi joylarga kirgizaylik. Qayer zo'r o'sha joyga kirgizaylik. Butun kuchimizni shunga sarflaylik. Biz hayotda ko'rmasak, keyingilar ko'radi. Lekin mana shu bilan jamiyat, mana shu xalq rivojlanib ketadi. Bo'lmasa hech qanaqa rivojlanmaydi. Ma'naviy ishga layoqatli bo'lmagan odamlar jismoniy ishga majbur. Jismoniy mardikor bo'lishga majbur. Qachon o'qimasak shunaqa bo'laveramiz. O'qiylik, o'qitaylik farzandlarimizni. Bu qasrlar, bu to'ylar, marakalar, bular bugun bor, ertaga yo'q bular. Lekin ilm bor, kashfiyot bor, taraqqiyot bor. Alloh taolo barchamizni solih amallarda bardavom qilsin. Endi gapirsa gap ko'p, shuning uchun vaqt bo'lib qoldi. Shunga namoz vaqtlarini aytib